Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 14, 15, 16 va 17 may uchun O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Diqqat qiling. Bunga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14 mayda 13-18 daraja, 15, 16 va 17 mayda 15-20 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 14 mayda kechasi 13-18 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. 15, 16 va 17 mayda kechasi 19-24 daraja ko'tariladi, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat 14 mayda kechasi 12-17 daraja, kunduzi 28-33 daraja bo'ladi. 15, 16, 17 mayda kechasi 17-22 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14 mayda 13-18 daraja, kunduzi 30-35 daraja bo'ladi. 15, 16 va 17 mayda kechasi 19-24 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 14-15 mayda 12-17 daraja, 16-17 mayda 15-20 daraja, kunduzi 14 mayda 28-33 daraja, 15, 16, 17 mayda 30-35 daraja bo'ladi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.